buyuk avliyo zot o'tgan, o'sha kishini Ahmad Hazraviy degan odamga adashmasam yozgan, yo'q, Yahyo ibn Muoz degan hazratlariga yozgan xatlari bor. Shunda bir narsa yozgan. Ey falonchi deydi. Agar senga Alloh taolo Hazrati Odam alayhissalomni ilmini, misol uchun, Hazrati Ibrohim alayhissalom tavakkulini, Yusuf alayhissalom go'zalligi, Davud alayhissalomni ovozini bersa, Sulaymon alayhissalomni mulkini bersa, Ayyub alayhissalom sabrini bersa, ya'ni payg'ambarlardagi eng top bo'lgan narsa, eng kuchli boshqa payg'ambarlardan bir go'zal tarzda ajralib turadigan sifatlar aytibdi. Hamda payg'ambarimiz alayhissalom muhabbatini bersa deyapti. Bu siz bilan menga o'xshagan oddiy banda yetishi o'sha mumkin bo'lmagan maksimum haqida gap ketyapti. Tushunamsizmi? Men masalan o'zimda shu payg'ambar alayhissalomlarni o'zlari mayli yonlarida yurgan sahoba ikromlarni shu yelkasida turgan changga marzimaydigan bir inson deb bilaman-da. Endi u insonlarni eng o'zini yo'nalishida baland top bo'lib turgan narsasini sanaydi bir boshdan. Siz bilan men erishib bo'lmaydigan narsani sanaydi. Agar Alloh taolo senga shularni bersa dedi, hargiz shunchaki bitta joyda qotib qolmagin. Yana ham balandrog'iga intilgan, zero Alloh taoloning xazinasida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narsalar bor dedi.